Siz soqol chiqarmoqchimisiz? Nima qilishni bilmaysizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Omonmisiz? Ekran qarshida turgan do'stim. Albatta bugun men sizga soqolni qanday, nima ishlatib, nima natijalarga erishish va qanaqa soqol chiqarishni yo'llarini ko'rsataman. Avvalo bir narsani unutmaylikki, beradigan ham, oladigan ham bu Alloh subhanahu va taolo. Biz banda harakat qilib o'sha narsaga, yutuqlarga erishishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, ko'p kishi Minaxtel so'raydi. Minaxtel qanday ishlatilishi va Minaxtel haqida ma'lumot bering deb ko'p yozishadi. Biz TikTokda faoliyatimiz bor. Alhamdulillah 3 yillik faoliyatimga qarab ayta olamanki, mana shu Minaxtel'da 5% chiqqaniga ancha bo'ldi. Biz 3 yilda faoliyatimizni boshladik. Mana 3 yil bo'ladiki, shu narsadan dastavka qilamiz. Ko'p insonlar bizdan xursand. Do'stlar, Minaxtel'da qanday ishlatilishini bugun men sizlarga ko'rsataman. Agar kimda soqol bo'lsa-yu, yo'q joyida chiqartirmoqchi bo'lsa, men shu insonlarga birinchi maslahatim. Sizda yo'q joyingiz bo'lsa, Minaxtel'ni shunday olasizda, pipetkaga quyib olasizda. Ana shu mana. Biz vaqtida surtganmiz, noto'g'ri surtganmiz. Mana bunday surtganmiz. Men konkretni surtgan joyim chiqqan mana. Lekin bu joylarga surtganimiz yo'q. Biz mana bunday surtishimiz kerak ekan. Mana bunday bo'sh joylar qolgan. Endi hozir o'sha joyda to'g'rilayapmiz. Endi o'sha joyimizga mana bunday surta boshlaymiz mana. Mana shunday qo'limiz bilan ish qilib, mana bunday qo'limiz bilan ish qilib. Bo'ldi. Endi yo'q joyida chiqarishni usulni o'rgatdim. Mana shunday surtasizlar. Soqoli umuman yo'q do'stlarimizga. Soqolingizni lezvami, britvami, polni noldan olib tashlaysiz. Bormi yo'qmi farqi yo'q, bir tozalaysiz mayda chudasini. Va mezaroller bor. Mezarollerni olasizlarda. Mana qarang. Balanddan pastga qarab ish qilaysiz. O'sha chiqaradiman degan joyingizni. Massaj qilasiz. Yaxshilab massaj qilasiz. Men videoni qisqa qilaman. Endi bu chap tarafini. Massaj qilib bo'lgandan keyin chiroyli hamma joyini qilasiz. Endi menda soqol bor, ko'pincha ko'rsatmaganman. Ko'rsata olmayman chunki soqolim qo'ymaydi massaj qilishga. Do'stlar, mana bunday 1 milligram olgandan keyin o'ng tarafdan bismillahirrohmanirrohim deb surtasiz. Surtasiz. O'sha soqol chiqaradiman degan joyingizga yaxshilab barmog'ingiz bilan ish qilaysiz. O'sha joyga taqsimlab berasiz. Endi yarmini chap tarafga surtasiz. Endi men sizga tushuntiray. Mana shuncha yarmini o'ng tarafga, mana shuncha yarmini ikkilovini barobar ikki tomonlama surtasiz. Bir olganingizda. Hamma joyga ish qilib surtgandan keyin yana bir massaj qilasiz. Yaxshilab. Tamam. Kuniga 2 mahal xuddi shunday qilasiz. Va xudo xolasa 1 oy 20 kunda rezultatini ko'rsatadi. Do'stlar, vatandoshlar, ko'p Minaxtellar chiqyapti, har xil narsalar chiqyapti. Ular soqol chiqartirmaydi, u yolg'on. Faqat ikkita Minaxtelga men garantiya beraman, 5% va 15%. Mana shu ekranda turgan. Qolgan Minaxtellarga ehtiyot bo'linglar, aldanib qolmang. Agar xudo xolasa siz ham Minaxtel chiqartirmoqchi bo'lsangiz, mana ekrandagi Telegram yoki WhatsAppimizga yozing. Albatta Rossiyaning barcha joyiga dastavka qilamiz. 3 yillik faoliyatimga qarab shuni ayta olamanki, 3 yildan beri qancha do'stlarimiz bizdan, ya'ni Minaxtel olib, ancha xursand bo'lib soqollari chiqdi. Allohning qudrati bilan. Albatta sizga ham yordamimiz tegsa biz xursand bo'lamiz. Shu video foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos qilaman, soqol chiqaraman deb orzu qilgan do'stlar va jigarlaringizga mana shu videoni tashlab yuboring va videoga bitta like bosib, kommentariya albatta o'z fikringizni yozing.
kanalimizga obuna bo'ling, bizdan uzoqlashmang. Biz siz bilan Xudo xolasa Minaxtelga keladigan bo'lsak, Minaxtel bir qo'ldan keladi. O'sha Amerikadan arablar firmasi. Men Xudo xolasa barcha do'stlarimizga shu Minaxtellarni yetkazishga harakat qilaman. Qo'ldan kelguncha nasib bo'lsa sizlarga o'sha maslahatimni berib boraman. Bizni faoliyatimizni boshlashdan oldin men o'zim soqolim umuman yo'q edi. Mana bitta chap tarafda turibdi oldingi holat va undan keyingi holat. 3 oyda bir arabdan bitta Minaxtel olib shuncha foyda ko'rgandan keyin va Xudo xolasa inshaalloh o'sha arab bilan maslahatlashib o'sha Minaxtelni olib 3 yildan beri do'stlarimizga tarqatyapman. Bundan oldin biz necha joydan Minaxtel olib aldanganman. İchidan faqat suv bilan spirt chiqqan, aroq chiqqan. Va Xudodan qo'rqmaydiganlar mana shunaqa qilib biznes qilyapti. Albatta Alloh subhanahu va taolo va ko'rguvchi. Bir kun emas bir kun burundan chiqadi. Albatta yoki qiyomatda u javobini beradi. Biz Xudo xolasa inshaalloh harakat qilamiz. Bir joydan olib va sizlarga yetkazib berishga chestni harakat qilib falsifika Minaxtelni kirgizmaymiz. Faqat bitta qo'ldan arablar firmasi Amerikadan keladigan Minaxtelni sizlarga yetkazib beramiz. Do'stlar, albatta video foydali bo'lsa, bitta like bosing, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Biz xursand bo'lamiz. Sog' omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar.